Keyin esa mana bu manzaralar sodir bo'lmoqda. ...2009-yilda tug'ilgan ushbu yigitchaning otasi ham shunday qilgan. Hali voyaga yetmagan o'g'liga Gentra rusumli davlat raqam belgisi 40Q077SB bo'lgan avtomashinasini bergan. O'g'il esa uni boshqarib, bu ham yetmagandek noqonuniy ravishda unga 40R111RR davlat raqam belgisini taqib olgan hamda taqiqlangan yonib o'chuvchi chiroqlar bilan jihozlagan holda harakatlangan. Uydagilar safarga ketishgan payti mashinani beso'roq qo'mlanib kaliti olib yo'chib ketgandi. Bu narsani yoqishimda maqsad shu, prosta hech kim bilmaydi qilgan bu narsani. Ya'ni pushaymonman, bunaqa bo'lishini bilmagandim. Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, keng jamoatchilikni haqli e'tirozlariga sabab